Meni ismim Ma'mur. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Yoshim 40 da. 40 yosh shunaqa katta ko'rinishi mumkin sizlar uchun, lekin aslida unaqa qo'rqinchli emas. Bemalol 40 ga yaqinlashgan sari qo'rqmasliginglar mumkin. 40 yosh shunaqa yoshki, qo'rqmasdan el qatori qazi-qarti yeveringlar. Nafsak suruvchi orqasidan bitta davlini dori ichib qo'yasizlar, bo'ldi. Ketaveradi. 40 yosh shunaqa yoshki, insonni optimist qilib qo'yadi. Shundoq turasida umrimni yarmini yashab qo'yibman. Xuddiki bu yerda 40 yil garantiya. Javob. 40 yosh shunaqa yoshki, ko'chada turganingizda uyga kir deb onangiz chaqirmaydi, xotiningiz chaqiradi. 40 yosh ajoyib yosh. 40 yoshda endi sizdan atir hidi kelmaydi. Sizdan fastumgel hidi keladi. 40 yoshda yana shunaqangi narsalar borki, endi aptekaga rostdan ham dori uchun kirasiz. Men 10 yoshimda 40 yosh juda ham katta ko'rinardi. 10 yoshimda 94-yil bo'ladi. 30 yildan keyin zo'r bo'lib ketadi deyishardi-da. 30 yil o'tdi, rostdan ham zo'r bo'lib ketdik. Haqiqatan ham zo'r. Televizorda Zo'r TV ochildi. Haqiqatan ham zo'r. Zo'r bo'lib ketadi deb kimdir o'zini yaqiniga aytgan ekan. Men o'zimga o'rinman. G'alatilik to'g'risida bir og'iz gapirmoqchiman. G'alatilik hayotimizda har bitta yurish-turishimizda uchraydigan holat bo'lib qoldi. Uyda ham, ko'chada ham. Masalan, bugun stand-upga boraman deb men uyga kirib, soqolimni olib turibman, xotinim kirib keldi. Nima qilyapsiz dedi. Yuzim ko'pi, qo'limda britva, nima qilayotgan bo'lishim mumkin? Gulga suv quyapman dedim. Soqolyapsiz dedi. Bilib turib so'rayapti-da. Juda ham g'alati. Stand-upga kech qolmayman, Yandex taksi chaqirdim. 70 raqamli Yandex taksi keldi. Bu ham g'alati aslida. Aka qayga dedi. Yunusobodga dedim. Yo'lni ko'rsatib ketasiz dedi. Xo'p dedim. O'tirishim bilan yo'lni ko'rsatib ketdim. Mana shu qop-qora asfalt yo'l bo'ladi. Mana bu oq liniyadan bu yoqqa qarama-qarshi yo'l, bu yoqqa o'tma. Bu yoq ichki yo'l. Sal tez yursang, poyezd yo'lni ham ko'rsataman dedim. G'alati, juda ham g'alati. Yandex taksichi aytayotdiki, "Aka" deydi, "Men kasb kasalligiga chalinib qoldim" deydi. Nimaga desam, "Mana shu sho'pirman" deydi, "Tefal yoqaman, qizil chiroq yonadi, o'shaning tepasida turib qolaman" deydi. "Yurmaysanmi?" desa, "Yo'q" deydi, "Qizil-ku" deydi. "G'alati bo'lib qoldim" deydi, "Kasb kasalligi shunaqa bo'lar ekanda" deydi. "Kechasi o'zimdan o'zim baqirib qo'yaman" deydi. "Qatga haydaydi, qatga haydaydi." Ayolim tushunmay, "Menga aytayapti bo'ylayapti" deydi. Keyin tushunib qolib, "O'zingizni bosing" desam, "Ba, 30 ming bo'ldi deb turibman, mana shunaqa g'alati bo'lib qoldim" deydi. Qarashlarimiz biroz boshqacha-da bizda. Masalan, sportivka degan narsa bor. Haqiqatan ham sportga kiyish kerak-da, uni nomi bilan sportivka, lekin biz uni negadir choyxonaga kiyamiz. Yangi kuyovi sarpasida ham sportivka bo'ladi. Oppoq sportivka bo'ladi. Mashinada qip-qizil qilib Adidas deb yozilgan bo'ladi. Balki ramziy ma'nosi bordir. Ertasiga mashinaqasiga yurib qo'yadi u kuyov bola. Endi kuyov bolaga biroz yarashadi, chunki u sport bilan shug'ullanadi. Endi hali yosh, zabardast. Yoshi katta odamlarga biroz erish tuyulib qoladi. Odamlarimiz g'alati. Kechqurun 3 telefon bo'ladi, "Aka uxlamayapti deysizmi?" deydi. "Yo'q, seni kutyaptim" deyman. "Aka" deydi, "Shag'al kerak emasmi?" deydi. G'alati. Kechqurun 3 qanaqa shag'al? "Yo'q, kerak emas" deyman. Ertalab tursam shag'alim yo'q. G'alati. Ishga kelaman, liftga chiqmoqchiman, birinchi etaj. Endi kirishim bilan bitta qiz kirib keldi. O'zi birinchi etajdamiz. "Aka, tepagami?" deydi. "Yo'q, yonga" dedim. Nariga podyezdga o'tishimiz kerak. 40 yoshdan keyin o'zi odam sal ko'p narsalarni esdan chiqarib qo'yadigan bo'lib qolar ekan. Bitta latifani 2 marta aytadigan bo'lib qolar ekan. Nima desam ekan? Masalan, 40 yoshdan keyin qazi-qarti yeverasiz, orqasidan davlin dori ichasiz. Buni aytdim-a? Ko'p narsalar aytib bermoqchi edim, lekin esimdan chiqib qoldi. Sizlar bilan Tillaboyev Ma'mur, tanigoningiz sog' bo'lsin.